Assalomu alaykum. Men bugun shu videoda boshida turgan Selena Golovini yo'q qilaman. Uni ko'p youtuberlar o'ldiradi, ammo u yana qaytib kelaveradi. Men ham uni o'ldirishga harakat qilaman, lekin uni eplashim oson ish emas. Men uni eplashga ozroq harakat qilishim kerak. Mana bundan oldin ham video olgandim. Ozroq narsalarim bor. Ammo Selena Golovini video boshidan beri ilk marotaba o'lishim. Bunchalik ham xursand bo'laman gapmas. Mayli. Bu nimasi bola o'zlaring o'ylab ko'ringlar. Videoim endi seriozli video olmoqchi edim. Hey mol, sen sababchisan. Men video olmoqchi. Meni o'ldirib sen do'stim. Mening inventarimni noldan tartibga keltirish kerak. Plus bolalar video yozilmay qoldi. Plus menga normalniroq video yozib bo'ladigan narsa kerak. Agar bo'lsa aytib boringlar, yo'qolib qolyapti negadir. Mana men to'plagan narsalar va hozir men uni o'ldirishim kerak. Ya'ni Selena Golovini video boshida ko'rgan mahluq keladi. Artefakt o'ldirgan mahluqchani. Plus qotdi endi. Wow. Dime qué es lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo, papi, perder el control contigo, papi, dime, yo te digo, papi. Ay, papi. Ay, papi. ¿Qué pasa, ay, papi? Perder el control contigo. Xullas bolalar, video shu joyda tugaydi, afsuski, lekin keyingi videolar bundan ham qiziqarliroq va yaxshiroq bo'lib chiqadi. Shuning uchun obuna bo'lib, like bosishimiz kerak. Xullas, bu videoyimda yana bironta bir boshqa narsalar ham qilishim kerakmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu men uchun muhim va yaxshi bo'lardi. Ko'rchi hammaga xayr, obuna bo'lamiz, like bosamiz. Bu men uchun juda ham muhim.